Hello everybody. This is the trade idea which I have missed as looking at it. O'zbekcha gapirishim kerak edi. Assalomu alaykum. Так, Bors Forex kanali. Также bu trade idea o'tkazib yuborganman buni nagli qarab turib duh bo'lmagan, ya'ni FOMO bo'lib turib risk qilgani qo'rqib ikkita cho'tik setapni o'tkazib yubordim. Hop. Tak. Chorshanba kuni hop, higher time framedan boshlasak, umumiy holatda davom olmoqchi o'tamiz. Olmoqchi o'tsak, tak. Mana bu yoqda ko'rishimiz mumkin. Buni prosta o'ylab turdim, agar price mana shunaqasiga ichida yopilsa, mana bu yoq CRT bo'ladi. Shu bilan o'sha keyingi oy, aprel oyida bullish ko'ramiz deb o'ylab turdim. Chunki bizda mana bu yoqda FVG bor edi. Mana shu FVG ni test qilgan. Bu rejection blokni 50%. 50%dan past, ya'ni premium discount zonasi bir test bo'lgan. Shuning uchun shuni higher time frame key level sifatida olib oldim. One week o'tamiz. Va bu yoqda ham bundoq qarasak, chiroyli CRT format bo'lgan. Purge bo'lgan, close above bo'lgan, price to'sib. Endi 3-hafta bo'lib bullish ketyapti, уже obam bo'lgan ekan. Lekin bizda eng yaqin bunaqamiz Роман Liquidity mashhurlik bor. Пока что hali yetmabdi price. Xudo xohlasa yetib qolsa kerak. Hop, weeklydan dailyga o'tamiz. Dailyga o'tganimizda ko'ramiz. Mana bu yerda FVG bor edi. Men o'yladim, chorshanba kuni bu yerda CRT bo'lsa kerak, mana bu close below qilsa, lekin buy uchun yaxshi pozitsiya qidirsa bo'lar edi. Takrir chiqdi ham, sell uchun ham, buy uchun ham. Opening price deb belgilab olamiz. Tak. Birinchi 1 soatlik o'tamiz. Hop. Pricega shunaqa qarab turgan edim. Ya'ni candle anatomisi open high low close, open low high close. Bullish candle open low high the close. Ya'ni mana bu opening price bo'lsa, men bullish narx price kutmoqchi bo'lgan uchun opening price, ya'ni buy below the opening price degan gap bor-ku, mana shu gapi. Buy below the opening price. Qilamiz. Mediterranean. Hop. Birinchi sell uchun ham cho'tka pozitsiya berdi. To'g'risini aytsam, chunki bundoq qarasam, уже ochilgandan keyin, London ochilgandan keyin high of the day yasaldi. Londonda high of the day yasaldi. O'yladim, уже pastga tushishi kerak, уже ya'ni pastga tushib keyin ko'tarib yopilishi kerak deb o'yladim. O'shaning uchun mana bu yerda ham o'rtog'imga aytganman. Mana Osiyoda range bo'ldi. Londonda high yasaldi, pastga tushishi kerak endi. Ya'ni low of the day logiku yasalishi kerak. Lekin umumiy holatda o'yladim, shu bilan New Yorkda keyin chiqib ketsa kerak deb turib, ya'ni. Lekin Londonda o'zi ko'p narsa hal bo'lib ketdi. Mayli. 4 soatlik o'tamiz. Ya'ni qanaqadir potensial CRT qidirish uchun, which is to'xtachi
Mana 20 ya'ni mana shu yerda tortilsa tortilsa uchun ma'lum. Shu. Это. Да, to'g'ri. Birinchi logo yasalib, keyin high yasalgan. Вот. Mana shu opening price-gacham, ya'ni bu yoqda naqa bor edi, nima? Osiyo sessiyasi edi. Range bo'ldi. Range. Manipulation bo'ldi. Manipulation bo'lib turib, bu yoq уже distribution fazasi edi. X. Ну, короче, distribution fazasi edi. Вот mana shu yoqda judayam yaxshi bo'lgan pozitsiya foydalana olmadim. FOMO bo'lgani uchun, ya'ni 5 minutlik ko'rsam ham bu yoqda CIZ kutdim. Masalan, mana shunga K beradimi desam, K bermadi. Misol uchun man bitta lekin breaker ham bor edi. Breakerdan kirib olsam bo'lar edi. Nega kirmadi? Tayyorman. Mayli, bu yoqni nisib bo'lgan. Breaker, ya'ni narsani unutmash kerak. Types of entrance 3S. Hop, birinchisi turtle soup biladiganimiz. Ikkinchisi CIZ, hobby, kim uchundir. Plus deysizlarmi? Hop, uchinchisi breaker block. Endi to'rtinchisi, ya'ni higher time frame asosan higher time frame drawn liquidity target tegishidan, ya'ni reach qilishdan oldin o'zbekchasidan chiqib ketib qolyapti. KOD stage. Mana shular. Hop, mayli. Bu уже tugat. Ya'ni lobza eja target qilib qolish kerak edi. Где-то 1.2, 1.2.5, может, to'rtta kirgan bo'lsa 1.3, 1.4 bo'lgan risk ratio bo'ladi edi. Hop, mayli. Buni misset qildim. Keyin o'yladim. Lobzada yasaldi. Opening price below bo'ldi. Endi men bullish candle qilib turdim. Bullish candle qilib turganim uchun endi buy uchun ham pozitsiya qidirishim kerak edi. Buy uchun pozitsiyam esa mana shu candle low'ni ko'rib bo'lish edi. Shu candle uni CT highgacha bitta qaysidir manada уже qaysidir qismida safe qilishi mumkin edi. Вот. Lekin rejection bo'lgan ekan, mana shu navbatga formagan bo'lar edi. Mana shu yerda qaysidir qismini yapsa bo'lar edi. Bir soatlik o'tamiz. Total body suit 15 metrga qarasak, burada log stozida вот bu yoqda ham, ya'ni shasa bermadi menga, entry bermadi. Kirishga qo'rqdim. Mana yerda CIZ bor edi. Даже 5 minutlik ko'rsak ham o'n besh minut CIZ bo'lsa, mana bu esa
Nimadimmi kirishga davom etmadim o'sha payt. Uxlamagan edim. Shunday kerak. Ketmadi. Bergan ekan. I acted as a pussy. Ketgangacha baland qilib ketadi. No, London tepasigacha ham tark etmagan bo'lar edimmi, balki. Ладно. Xo'p, mana biz nimalarni nazarda tutdik, ya'ni nima qilishimiz kerak o'zi. Higher time frame bias. Time frame biasni aniqlab oldik. Key levelimiz bor. Key time'da vaqt birinchi o'rinda, key leveldan oldin mayli. Dolimiz bor, targetimiz bor. Также Osiyoni sweep qilish range tradingga ham asos qilingan. Range trading. Keyin oxirgi, ya'ni logikamiz open high low close, ya'ni buy below the opening price, sell above the opening price. Shu logika ham ko'p narsani aniqlatgan, ya'ni ochilish vaqti. Yopilsa ekan. So, good luck and good trading. See you on the next videos, guys. Bye. So